Endi mana bu kristallanish grafikada pirometr degan asbob bor. Mana shu asbobda o'lchanadi. U asbob hozir bizda yo'q bo'lgani uchun men bu grafikka chizib oldim. Mana nimani vertikalda biz temperaturani, gorizontalda vaqtni ko'rsatyapmiz. Endi qarang. Mana shu temperatura temirni faraz qilinglar, temir erib birlamchi kristallanish deyiladi. Endi mana shu teskarisi bo'lsa, suyuq holatdan qattiq holatga o'tish jarayoni bu ikkilamchi kristallanish deyiladi. Mana shu metallarning kristallanish grafiki deganda mana shu cho'yan qanday olinadi deb savol berdi. Cho'yan qanday olinadi? Cho'yan olma pechini, temir rudasini suyultirib olinadi. Temir rudalarni boyitib olinadi. Suyultirib emas, temir rudalardan olinadi. Temir rudaning ichida har xil jinslar bo'ladi, to'g'rimi? Oltin gugurtdan bor, alyuminiydan bor, boshqa bor, hamma fosfor. Lekin buni boyitib temir rudalaridan domla pechlarida olinadi. Yana kim anaqasi savol tayyor bo'lsa, ustozlarga ko'rsatib anaqa temir uglerod holat diagrammasini kim kashf qilgan, kim o'rgangan? Temir uglerod qotishmalari holat va jo'yan bo'lib, texnikada ishlatilgan. Egilishi mumkin. Qancha bog'lasangiz ham u cho'zilishi mumkin, lekin sinmaydi. Yana kimda so'raymiz yoki suyuq holatdan qattiq holatga kristallanish har xil bo'ladi. Endi bu qattiq holatda boshqacha kristallanish, suyuq holatda boshqacha kristallanish. Metallarga nima solinadi? Nimaga sabab? Nimaga pastga tushadi? Uglerodlar kamaygan sari ular sifati ko'tariladi, pastga tushadi. Qo'shimcha jinslar ko'p bo'lgani uchun ular keraksiz jinslar boshqa tomonga chiqarib tashlanadi. To'g'ri. Qanaqa qilib mahkamda? Ha, ajralmas qilib. Bizlar rezba bilan ham qotirishimiz mumkin bir detalni ikkinchilikda. Atomlar bir-biriga shulardir. Tabiiy boylik. Qimmat, oltindan ham qimmat. Qaysi metal? Metallar mavjud. Metallar. Oltindan ham qimmat. Oltindan ham qimmat. Endi hozir internet ko'rsanglar, bu internetga juda qiziqib ko'rasizlar, bolalar. Hozir eng qimmatbaho metal Kaliforniya 252 bo'lyapti. Kaliforniya 252 bu qazilma anaqalardan olinmaydi. Bu meteoroidlardan tushgan anaqalardan olinadigan element. Bu Amerikada va anaqada Rossiyada olinadi. Chunki u element qayerga tushganini biz bilmaymiz. Ular Antarktida va bu anaqa nimalarga oq joyga tushganda uni anaqa qilib aniqlab olish mumkin. Uni bir yilda 1 gram, 2 gramgina olarkan buni laboratoriyalarda. Bu juda qimmatbaho, nima uchun qimmatbaho? Bu mana shunaqangi anaqa qilinadiganki, lazerli nima qilib, mana bu rak, boshqa kasallarga bu joylarda